Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. 23 may kundan e'tiboran Latin Amerika davlatlariga qaratgan 2 haftalik xizmat ziyoratini Braziliyadan boshlagan Dunyo qurultiyining raisi Dolqin Aysa, Qurultay ijroiya komitetining raisi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat, Qurultayning bayonotchisi va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkinlardan tarkib topgan Qurultay heyeti orqadan Argentina, Chili davlatlarini ziyorat qilib bir qator muhim uchrashuvlarda bo'lgan. Va 4-iyun kuni Latin Amerika davlatlariga boshlagan ziyoratining oxirgi bekiti bo'lgan Kosta-Rikaga yetib kelgan Qurultay heyeti 5-iyun boshlangan va bir haftaga yaqin davom qildigan dunyodagi eng nufuzli xalqaro munbarlarning biri hisoblangan Digital dunyoda insoniy huquqlar nomli xalqaro muhokama yig'iniga alayda taklif bilan qatnashgan edi. 7-iyun kuni Kosta-Rikaning poytaxti San Jose shahridan stansimizning Uyg'ur ovoz suhbat programmasiga qatnashgan Dolqin Aysa apandim Qurultay heyetining bu qatim Latin Amerikani ziyorat qilishidagi tub maqsadi haqida to'xtalib mundoq dedi. Hurmatli Dolqin Aysa apandim, savolimni avval sizdan boshlay. Bilishimcha, hozir qadar Dunyo qurultiyining faoliyat markazi asos jihatdan Yevropa va Amerika bo'lib kelgan edi. Qurultay heyetining bu qatim Latin Amerikani ziyorat qilishdagi tub maqsadi nima? Rahmet, avval bu programni o'rinlashtirib bizni taklif qilganligingiz uchun. Sizin degandagidek Dunyo qurultiyi hozirgacha Yevropa, Shimoliy Amerika ve Orta Sharqdagi bir qism davlatlarni, Orta Osiyoni markaz qilgan holda o'zining faoliyatlarini olib borgan. Ama dünya fakat bulardan emas. Dünyada yani nurgullan devletler var. Latin Amerika'daki devletler var. Afrika'daki devletler var. Bir yerde Uygur cemaatçiliği ve Uygur teşkilatları bu muhallığı için bizim faaliyetlerimiz yerde aktif bulanmaya kaldı. Bu boşlukunu ganimet bilgen Xitay hükümeti bu Latin Amerika'daki devletler olsun ve Afrika'daki devletlerden yüzün siyasi, diplomatiya bulup iktisadi güçlüğünden faydalanıp bu devletlerini kontrol astığı ilişkide bugün Uygurlar hakkında bulavatkan Şarkı Türkistan'da izzetimiz bulavatkan erkek kırgınçılıkta ulanı Xitay bilen bir sebep turuşka stop geldi ve rağbetlendirip geldi. Her xil oyunlarını oynadı. Şu sebepten bu Uygur erkek kırgınçılığı meyli Birleşken Devletler Teşkilatı olsun, başka halkara munberlerde olsun, gün tertip kegen vaxtıda, kararlar elindiği vaxtıda bu devletlerin bir kısmı cimcit durup Xitay'ını mı kollamaydıgan, bizni mi kollamaydıgan pozisiya bildiydi. Yani bunda açıkkan çağda 21. asır yüz bir vatkan erkek kırgınçılıkta süksüz durup onun bir partisi alır kepip kaldı. Bazı devletler uç kaşkarı halda Xitay'ını kolladı. Şununla biz 2021 yılı 11. ayda Çek'te ötküzülgen Dünya Qurultayı'nın 7. nöbetlik kurultayda biz Şarkı Türkistan halkıga, bütün çeteldeki vatan içi sırtdaki bütün halkımızga ve kurultay vekillerine bir söz bergen, bir va'da qilgan. Biz hozirgacha Dünya Qurultayı eprabmagan özümüzün kamchiliklarimizni tanqid qilish orqali oldimizki kun tartiblarimizning muhim birlari Afrika ve Latin Amerika'sının işlerini çekiş ve ya da özümüzün teşkilatlarımız, gücümüz veya ki cemaatimiz bulmusumu bunun hareket kılış de bizim Dünya Qurultayı'nın 7. nöbetlik kurultayda ağam mühim stratejik kararlarımızdan birikti. Şunun biz bu kararımızı icra kılış için ötken bir qancha aylardan bu yan hatta kurultay açılgandan bu yan bu devletlerin Xitay bilen bo'lgan iqtisodiy münasebetleri, siyasi münasebetleri, tarihi münasebetleri, diplomatik münasebetleri qaysi basqıçta biz qaysi nimini ziyaretimizni qayerdan başlayışımız gerek, qaysi devletlerini bu Uygur erkek kırgınçılığını to'xtatishda Xitay bilen bir septe emas, biz bilen bir septe, dünya bilen bir septe, insaniyet bilen bir septe turalaydigan bir halat kelgüzələyimiz. Bu vaqtda uzun tədqiqatlar, müzakirələr, eppadoq, tekshirishlar eppadoq. Şunun bilen biz bu özümüzden ağam bu stratejik kararını icra kılış için bu seferini kıldık. Uyghur ovoz suhbat programmasiga qatnashgan Dolqin Aysa, Ömer Qanat ve Zumratay Erkinlar Qurultay heyetining bu qatim Latin Amerikadagi 4 davlatga qaratgan ziyoratining unumi, matbuotlardagi inkasi, hukumat, parlament ve ommaviy tashkilotlarning Qurultay heyetiga tutgan pozitsiyasi, shundaqla Dunyo qurultiyi bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tarafidan o'tgan yil irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy rahbarlari ustidan Argentina sotiga sunilgan arizning taraqqiyot yuzlanish qatorliq keng mazmunlarda tafsiliy ma'lumot berib o'tdi. Ular so'zlarida
Qurultay heyetining bu qitimqi Latin Amerika ziyaratining aslida kutgan maqsaddan zo'r darajada muvaffaqiyatli o'tganligini va Xitoyning uzun yillardan buyon Uyg'ur masalasi haqida Latin Amerika davlatlarida elib berayotgan ta'tir tashviqotlarga unumli raddiya qaytarilganligini ifoda qilishdi. Dolqin Aysa, Ömer Qanat va Zumrat Ayarkinlar bilan bu vaqtda o'tkazilgan suhbatning amaliy ahvolini stansimizning YouTube kanalidan to'liq ko'ra olasiz. Dünya Uyghur Qurultayının o'rinlashtirishi va Finlandiya parlamenti kishilik huquq komitetining bevosita sohibxonlik qilishi bilan 6-iyun Finlandiya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida maxsus guvohlik bergan Gollandiyadagi lager shohidimiz Qalbinur Sidiq bilan Fransiyadagi lager shohidimiz Gulbahor Xotivaji va Dünya Uyghur Qurultayının parlamentlari bilan bo'lgan aloqa xizmatlariga mas'ul xodimi Maralina Shtekbova xonimlardan tarkib topgan hay'at 7-iyun kuni Finlandiya Tashqi ishlar ministrligini ziyorat qilib, Tashqi ishlar ministrligining munosabatli mas'ul xodimlarga navbatda jiddiy davom qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga, Finlandiya hukumatidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida javobgarlik bo'lgan Xitoy amaldorlariga jazo va embargo tuzumlarini yo'l qo'yishini, shundaqla Uyg'ur majburiy amkiy chetish mahsulotlarining Finlandiya bozorlariga kirishini cheklash haqida qonuniy tuzumlarni yo'l qo'yishini talab qildi. Mazkur hay'at shu kuni yana Finlandiyadagi kishilik huquq tashkilotlari va ommaviy guruhlarning vakillari bilan keng doirada uchrashuv va suhbatlarni olib bordi va ulardan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Finlandiya parlamentiga qabul qildirish uchun tirishchanlik ko'rsatishini talab qilishdi. Qalbinur Sidiq, Gulbahor Xotivaji va Maralina Shtekbovalardan tarkib topgan qurultay hay'ati 7-iyun kuni yana Amerikaning Helsinkidagi bosh elchixonasini ziyorat qilib, elchixona mas'ullari bilan suhbat olib bordi. Qurultay hay'ati Amerika elchixonasining Uyg'ur irqiy qirg'inchilikqa qarshi Finlandiya parlamenti va hukumatini harakatga o'tkazish uchun tirishchanlik ko'rsatishini orzu qilganliklarini ifoda qilishdi. Ziyoratdan keyin Amerika elchixonasi oldida stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Qalbinur Sidiq xonim bu vaqtda ma'lumot berib, töbandikilarni bayon qildi. Assalomu alaykum. Bizning bu Finlandiya parlamenti tashqi ishlar ministri bilan bo'lgan bugun suhbatlarimiz, ziyoratlarimiz bugun hozir bilan tamom bo'ldi. Bugun tushdan burun mushadiki bir necha yerlik va boshqa bo'lgan aktivistlar bilan ko'rishdik. Undan keyin tashqi ishlar ministrligi bilan bu yerdan chiqib MTV televiziyasining ziyoratini qabul qildik. Hozir mana Amerika konsuldan chiqib bu yerda turibmiz. Demek bu yerdeki Finlandiya davlatiga bo'lgan ziyoratimiz hozir oxirlashdi. 2 kunlik faoliyatimiz, guvohliklarimiz intayin zo'r ahamiyatga ega bo'ldi deb qarayman. Bu vatanimiz Sharq Turkistondagi shu chorsiqqan xalqimizga manfaati ko'p bo'lsa, amallar rahmat. Qalbinur Sidiq, Gulbahor Xotivaji va Maralina Shtekbovalardan tarkib topgan qurultay hay'atining bu qitimqi Finlandiya ziyorati matbuotlarning alohida diqqatini qo'zg'adi. 7-iyun kuni Finlandiyaning nopozli televiziya kanallaridan MTV kanali Qalbinur Sidiq va Gulbahor Xotivajilar bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va jazo lagerlarini asosiy tema qilgan holda suhbat olib bordi. Va Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlar haqida MTV kanalining tor betida nihoyat tafsiliy xabar berildi. Onun kayından ben ceza lagerda tuttum. Bu ceza lagerda hem ayarlarının çaşları kısık kesilgen, Uygur sözcüğümüz çeklengen. Jilde 2 qitim vaksini udi, ayarlarının asasiyeti adetler to'xtab ketdi. Shu tutqunlarga o'xshashlar, masalan tushda bir vaqtlar tuvalet kira olmayman, ham tushda bir vaqt tomoq yemayman. Ular bir kichik kameralarda 30dan 40gacha qisilishib turadi. Quruq simotning ustida yotadi. Bular 6 oy jarayonida bir qitim munchalar kirib jo'nab baxmadi. Undan keyin putqollar zanjirga ishlangan holda sinflarda kichik o'rindiqlarda tugilishib o'tiradi. Leireiltä selvinneet ovat Suomessa kertoneet kokemuksistaan muun muassa eduskunnassa ja ulkoministeriössä. Amerika Xalqaro diniy erkinlik bosh elchisi Rashad Hussein 6-oyning 6-kuni tweet yo'llab, Xitoydagi musulmonlarning e'tiqodiy va diniy faoliyat so'rinlarining xitoychilashtirilish tehdidiga uchrayotganligini, ularning diniy erkinligini qo'g'dash kerakligini bildirgan. O'tgan oyning oxirida Yunnandagi Najiyang masjidining shakli buzg'unchilik uchrash oldida yerlik musulmonlar bilan Xitoy soqchilari o'rtasida to'qinish yuz bergan edi. Bu voqea CNN va Al Jazeera kanalida berilgan bo'lib, Rashad Hussein bu xabarlarga qo'shib chiqargan tweetida Najiyang masjidining shaklining buzg'unchilik uchrashiga qarshilik bildirgan, tungan musulmonlarni qo'llaydiganligini bildirgan. CNN va Al Jazeeraning bu xabarlarda yana milliondan ortiq Uyg'ur musulmonlarining tutqun qilinganligi, minglagan masjidlarning cheqilganligi eskartilgan edi.
Rashad Hussein mundaq deb yozgan. Bu vaqe Xitoy Xalq Cumhuriyetining diniy erkinlik va fikr erkinligiga zarba berishni kuchaytirganligining yana bir misoli. Ko'plagan dokladlar Xitoydagi yerlik hukumatlarning, jumladan Xinjiang va Tibet hukumatlarining shu joydagi masjid va diniy faoliyat so'rinlarini chiqib vayron qilayotganligini, bu joydagi millatlarning kimligi va urf-odatlarini yo'q qilishga urinayotganligini ko'rsatib turmoqda. Biz Xitoyni bu qonunsiz qilmishlarini to'xtatishga davomli chaqiramiz. Xitoy hukumatining islomni xitoychilashtirish siyosati, diniy ideologiyani xitoychilashtirish, masjidlarni xitoycha alaydilik ega qilish yo'sinida davomlashayotgan bo'lib, siyosiy kuzatuvchilar Xitoyning amaliyot islom dinini arabcha islom, xitoycha islom deb ikkiga bo'lib, islomga buzg'unchilik qilayotganligini ifoda qilishmoqda. Rashad Husaynning Twitterga tushgan inkaslarda Xitoyning nomussiz bir davlat ekanligi, musulmonlarga o'ch ekanligi, oxirgi maqsadining ularni yo'qotish ekanligi, uningdan munosabatni uzish kerakligi qatorliqlar o'ttirib qo'yilgan. Bu yil 5-oyda Xitoyning mal eksporti o'tgan yilga qaraganda 5,7% tushib ketgan bo'lib, mo'ljaldagidan xilla to'van bo'lgan. Amerikaning iqtisod xabarlari kanali bo'lgan CNBC to'rining bu vaqtda bergan xabarda ko'rsatilishicha, Xitoyning mal eksportidagi bu tuvallash dunyo miqyosida Xitoy mallariga bo'lgan ehtiyoj va qiziqishning tuvallayotganligini ko'rsatadigan bo'lib, Xitoyning dunyoning ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavdasi bo'lishdek o'rnining kelgusida uncha mustahkam bo'lmaydiganligining beshorati ekan. Xitoyning 4-oydagi mal eksport miqdori o'tgan yilga qaraganda oshgan bo'lsa-mu, 5-oyda bir xil tushib ketgan. Mutaxassislar buning 6-oyda davomlashadiganligini, balki buning uzoq mezgillik iqtisodiy cho'kishning boshlanishi ekanligini, chunki Xitoyning tashqi savdoga tayinibla iqtisodini gullantira oladiganligini o'ttirib qo'ygan. Xabarda aytilishicha, Xitoyning 5-oyda Amerika qilgan mal eksporti bu yil kirgandan buyon 15% tuvalligan bo'lsa, Yevropa qilgan mal eksport miqdori 5% ga yaqin tuvalligan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning iqtisodi asosan chet el shirkatlarining mablag'i va tashqi savdo orqali gullanadigan bo'lg'achqa, Xitoy hukumatı Amerika va Yevropadagi cho'ng shirkatlarni qayta jalb qilishga urinib kelgan. Hürmetli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.